bitta bemor odamni rasmi qo'yiladi. Rasmi qo'yib tagiga yordam uchun kartalarni raqami qo'yiladi, boshqa qilinadi. Odamlarning pulini yig'ib olinadi. Aslida pulni firibgar, o'g'ri muttahamlar olib ketadi. Ixlosli bir yaxshi amal qilaman, ihson qilaman, bir birodarimni og'irini yengil qilaman degan odamlar aldanadi. Keyin borib ana shunday yordamga muhtoj haqiqiy odamlar chiqqanda ham odamlar hech narsa bermaydigan bo'lib qoladi. U o'zi og'ir holatda yordam olish uchun yana qancha sarson bo'lish kerak bo'ladigan bo'lib qoladi. Firibgarlikning davomi bor. Ana shunday muhtoj odamlarga sizga pul tushirib beramiz, operatsiyangizga pul beramiz, doringizga pul beramiz, kartangiz raqamini ayting, haligi sirli raqamlarni aytib yuboring, ma'lumotini bering deb turib, oylab yiqqan pulini bir lahzalarda o'g'irlab olayotgan odamlar bor. Bu qanaqa inson bo'lish kerak? Bir kasalvand, hayot bilan kurashib turgan, mashaqqatda turgan odamning pulini yechib olsa. Bu nafaqat musulmonchilikka, bir odamiylikka to'g'ri kelmaydigan holat. Shu narsa urchib yotibdi. Deyarli har birimizni telefonimizga haftada bir, 10 kunda bir, 2 haftada ana shunday qo'ng'iroq bo'lishligi oddiy holat bo'lib qoldi. Shuning uchun musulmonlar bunday holatlarda albatta sergak bo'lishliklari kerak, aldanib qolmaslikka harakat qilishliklari kerak. Atrofdagilarni ham ogohlantirishliklari kerak bo'ladi.